Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. Namangan dahshatli alanga ichida qoldi. Afsuski, odamlar hayoti xavf ostida. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bugun 18-avgust kuni Namangan viloyati Yangi Namangan tumanidagi bozorda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, yong'in soat 13:46 da 112 tizimi orqali Namangan viloyati Yangi Namangan tumani Mingchinor mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan qurilish mollari savdo bozori hududida savdo rastalari yonayotganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Yong'in joyiga zudlik bilan yong'in qutqaruv bo'linmalari yetib borib, yong'in soat 13:58 da qurshab olingan va soat 15:58 da to'liq o'chirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda esa bozor ichida yangi avtomobilning to'liq yonib ketganligini ko'rish mumkin. Bildirilishicha, yong'in oqibatida tan jarohat olganlar yo'q. Hozirda yong'in sabablari va zarari aniqlanmoqda, deyiladi xabarda.